Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda AutoCAD dasturida stol modelini yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Start Drawing qilib kirib olamiz. Kirgandan so'ng sahnani umumiy maydonini ko'rib olamiz. Buning uchun birinchi chizib olamiz. Mingga tab ming. Mana. Demak, bizda umumiy maydonni bilib oldik. Agar sizlarda sahna kattayib ketgan bo'lsa, mana shu holatda yoki yaqin ochib olgan bo'lsanglar, mana bu holatda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun umumiy masshtabni his qilib olish uchun 1 metrga 1 metr bitta kvadrat chizib olamiz. Xo'p, endi biror bir stolni yasaymiz. Buning uchun soddaroq olamiz. Xo'p, 6 kishilik stolni yasasak soddarog'ini. Buning uchun yana to'rtburchakni olamiz. Va bu yoqqa beramiz. Bu yog'ini hop 1400 bo'lsin. Bu yog'ini hop 800 qilamiz. Mana. Demak, stolimizda mana umumiy holati chiqdi. Endi bitta oyog'ini chizib olamiz. Hop, oyog'ini 100 ga 100 qilaylik. O'zi buncha bo'lmaydi, lekin yaxshiroq chiqish uchun, yaxshiroq o'rganib olish uchun birozgina standartdan chiqamiz. Demak, 10 sm ga 10 sm qilib oldik. Buni endi mana bu chekkaga surib olamiz. Buning uchun move ni bosamiz. Chekkani ushlab, buni uchun mana ushlamayapti ekan, buni yoqib olamiz. Bu yerdan Object Snap Settings hammasi yoniq turishi kerak. Shu yerdan Select All qilib hammasini yoqib olishimiz kerak. Mana hammasi yoniq. Bu ishladi. Demak, chekkasidan ushlab mana bunday surib olamiz. Endi bundan kopiya olamiz. Copy. Bu yoqqa. Endi bundan yana kopiya olamiz. Bu yoqqa. Bundan kopiya olamiz. Chekkadan ushlab mana bu yoqqa. Mana 4 ta oyog'ini primerda chizib oldik. Endi liniya orqali mana bu yerdan to'g'ri chizib olamiz va tayanch, ya'ni xo'p, ushlab turadigan kashaklarni chizib olamiz. Offsetni bosamiz. Tepaga 30, bu yoqqa ham 30. O'rtasini o'chiramiz. Endi bu yoqqa yuramiz. Buni bosib, bunga ham offset berib 30 bu yoqqa, 30 mana bu yoqqa. Mana bo'ldi. Endi shu yerda buni ustiga ikkita tayyorlab oldik. Mana bunday rectangle chizib olamiz. Bu yerda mana ikkita liniyamiz qolib ketdi. Buni shunday belgilab olamiz. Yashil belgilash orqali va shift ni bosib turgan holatda hop belgilashdan minus qilamiz, ya'ni ayirib tashlaymiz. Mana bu chizgan rectangle'imiz. Ikkita liniyani o'chiraveramiz. Delete. Va mana bu yerda qoldi faqat bizda mana bu rectangle. Orqaga qaytaramiz. Mana bu yerda ham 3 ta detalni belgiladik birdaniga. Yo'q, hali bu yerga biz chizmadik. Mana chizib olamiz rectangle orqali. Va mana bu ikkita chizig'ini ushlaymiz. Bizga hozir rectangle ham ushalib ketdi. Shuning uchun shift ni bosib turib, mana shunday belgilab olamiz. Va delete ni bosib o'chiramiz. Mana bizda tayyor bo'ldi. Endi buni ushlab mirror qilamiz. Mirror. Xo'p. F8 ni bosib olamiz va mana buni bosib no ni bosamiz. Buni ham ushlab mirror. Mana buni centerini ushlab pastga beramiz. No. Va mana bu o'rtaga ham kerak. Bu o'rtaga bundan kopiya olamiz. Copy. Mana bu centerini ushlab mana buni centeriga ushlaymiz mana. Endi mana bu yerda surib olishimiz kerak. Uning uchun bizga stretch yordam beradi. S probel. Mana bunday yashil belgilash orqali pastga tushib olamiz. Mana. Demak, umumiy hozir stolimizni kashallarini yasab oldik. Endi stolni o'zini mana bu usti hop ozgina o'stirib olamiz. Offset. Hop 50 berib olaylik. Mana. Mana bo'ldi. Mana buni o'chirib olamiz. Hozir biz umumiy stolimizni yuqoridan hop gorizontal ko'rinishini chizib oldik. Endi mana buni 3D modelingga o'tkazamiz.
Mana o'tdi. Endi bu yerdan izometrikka o'tkazamiz mana. Va mana buni o'chirib olamiz katakchani. Endi mana buni ushlab, hop, movni bosamiz va yuqoriga o'stiramiz. Stolimiz odatdagi razmeri 750 mm yuqorida bo'ladi. Noldan mana. Hop. Endi mana bularni ham ushlab olamiz. Kopiya olamiz bundan. Yuqoriga 750. Mana berib oldik. Endi mana bularni hop o'chirib yuborsak ham bo'lar ekan. O'chirib olaylik. Mana bo'ldi. Endi hop mana buni ko'rinadigan qilamiz. Shaded with visible qilib olamiz va mana buni ushlab buni extrude beramiz mana. Yuqoriga beramiz 30. Mana stolimiz ustini qalinligi chiqdi. Endi mana bularni ushlab yoki mana oyoqlarini ushlab to'rala oyoqni yuqoriga o'stiramiz. Yuqoriga 750 yozamiz mana. Mana stolimiz oyoqlari chiqdi. Endi mana bu chiziqlarni ushlaymiz. Xo'p, buning uchun ushlashga oson bo'lishi uchun mana buni 2D wireframe ga o'tkazamiz. Ushlaymiz bularni. Mana bo'ldi. Endi extrude berib pastga o'stiramiz buni. Hop, pastga 100 beramiz. Mana. Endi bitta ko'rib olamiz. Mana stolimizni umumiy hop holati chiqdi. Endi pastda mana bu yerda bo'ladi. Bizda yana yordamchi kachaklari bo'ladi. Demak, shuni chizib olamiz. Buning uchun yana buni ushlaymiz. Va bundan kopiya olamiz. Copy. Hop. Pastga tushiramiz 50. Ya'ni 500 mm. Endi ko'ramiz. Mana. Endi bizda ozgina baland bo'lib ketdi bu. Bularni tushirib olamiz. Hop. Ko'tarib olishimiz ham mumkin. Mana buni ko'taramiz tepaga yoki press pull orqali mana buni pastga tushiramiz. Hop, 50. Mana. Pastga 50. Pastga 50. Mana buni ham tepasini ushlab pastga 50. Bu ham 50. Mana endi bizda stolni asl holati chiqdi. Xo'p. Endi nima qilamiz? Endi mana bu burchaklari bor. Shu burchaklarni o'tkir bo'lib qoldi. Shuni ozgina demak yumshatamiz. Uning uchun bizda chamfer bor. Chamfer. Hop, mana Ch ni yozsak, chamfer edge degan chiqadi. Chamferni o'zi emas, mana chamfer edge bor. Shunga bitta bosamiz. Hop, chiziqlarni ushlaymiz, mana chekka chiziqlarini. Mana ushladik. Endi probelni bosamiz yoki distance ni bossak ham bo'ladi. Distance. Hop. Bunga yozamiz, o'zi 3 sm edi. Buni 1 sm qiyalikda qilamiz. Hop. 10 probel, 10 probel va enter ni bosamiz. Yana bitta enter ni bosamiz va mana bizda stolimizni chekka qirrasi hosil bo'ldi. Shu tarzda demak stolimizni umumiy modelini hosil qilamiz. Va mana buni izometrik holatga o'tkazamiz. Mana stolimiz holati zapis ketyapti. Xo'p. Endi buni xuddi chizmachilik singari uchta ko'rinishni chiqarib olamiz. Buning uchun hammasini belgilaymiz. Stolimizni base ga o'tamiz, from model space ga o'tib, hop, enter ni bosamiz va mana bu yerga qo'yishni boshlaymiz. Select, hop, enter, bu yoqqa va mana bu yerga va enter ni bosamiz. Mana stolimizning umumiy holati chiqdi. Endi mana bu yerdan liniyani qalinroq qilamiz. Va mana buni ushlab edit view shaded with ga o'tkazib qo'yamiz. Mana.
Demak, stolimizni 3 ta tarafdan ko'rinishi va aksionometrik ko'rinishi ham chiqdi. Mana shu holatda demak, sodda stol modelimizni yasashni ko'rib chiqdik. Buni saqlanib qilamiz. Hop, AutoCAD General Documentation, ISO Autor, Autor Illustrator, Layout, Portrait va Landscape. To'g'ri, Apply, Preview va buni saqlanib qilamiz. Hop, рабочий stolga qilaveraman. Stol Save va mana meni PDF holatdagi faylim. Hop, endi bu yerdan modelga o'tamiz va shu stolimizni saqlanib qilaman. Mana buni bosaman. Bosib, рабочий stol, hop, stol model deb qo'yaman. Stol model desam, mana bu yerda ismi ham o'zgaradi. Save. Mana o'zgardi, manzilni ko'rsatdi. Yana bitta bunga bitta bossam, mana buni o'ziga qalamsiziga mana stol model deb chiqdi. Endi bundan chiqib ketaman va рабочий stolda ko'raman. Рабочий stolda chiqish kerak menga stol model deb chiqish kerak. Stol. Hop. Mana stol model deb chiqdi. Mana shu tarzda demak modelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p. YouTube kanalga joylanyapti. Obuna bo'lishni unutmang. Like, kommentlarni qoldiringlar. Rahmat.